Nima sababdan ayollarda gidrosalpinks, ya'ni bachadon naylarida suv yig'ilish holatida homiladorlik yuzaga kelmaydi? Birinchi sababi bachadon naylarining uchi berkilib qolganligi tufayli ayollar organizmida tuxum hujayra bilan urug' hujayraning uchrashish holati yuzaga kelmaydi. Ikkinchi sababi ayollarda gidrosalpinks, ya'ni bachadon naylarining ichida yig'ilgan suyuqlik turli xil yallig'lanish mahsuloti bo'lib, u bachadonning ichiga to'kilganida embrionga toksik ta'sir qilib, uni o'lishiga sabab bo'ladi. Uchinchi sababi gidrosalpinks, ya'ni bachadon naylarining ichida yig'ilgan suyuqlik odatda surunkali yallig'lanish natijasida yuzaga keladi va bu holat ayollarda tuxum hujayralarining yetilish jarayoniga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va buning natijasida homiladorlik jarayonining sodir bo'lishida muammolar kelib chiqadi. Ayollarda gidrosalpinks holatini turli joylarda turli xil amaliyotlar qilishadi. Buning oddiy yechimi mavjud bo'lib, bizning amaliyotlar natijasida tuxumdon zaxirasi qanday bo'lsa, xuddi shundayligicha saqlanadi. Agarda sizda xuddi shunga o'xshagan muammo bo'ladigan bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring va biz siz bilan albatta bog'lanamiz.